Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik fidoyilar, ekranning ko'rurmanlari, hammalariningki Qur'onning nazar programmamizningki 99-soni. Umumiy xulosa soniga xush keldinglar. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollari yaxshimi? Ahmadjon fidoyi qarindishimiz hammalar tinch, salomatchilikmi? Aleykümselam ve rahmetullah. Yaxşı Allah'a şükür. Ustoz hamda uzun bir seferini birlikte yo'lga chiqib birlikda davomlashib bugun mana 99-qismiga kelibdimiz. Qur'ondan nazar tashlab nurg'un narsalarga, nurg'un ibodatlarimizga, mayli iymon masalasi bo'lsin, mayli ibodat masalasi bo'lsin, yoki boshqa hadis masalalari bo'lsin, ana shu hammaga Qur'ondan nazar tashlab bugun 99-qismiga kelibdimiz. Hamda tugamaydigan sefer yok hem de o. Her kadar bir seferin ahırkı bir menzili buludu. Hazır kemgiçi bizge hem de şu Kur'an'dan qanday nazar tashlaymiz shu to'g'riliq xili yaxshi ma'lumotlarni bergan bo'ldilar. Alloh rozi bo'lsin. Bugun 99-qismga kelibdimiz. Bir xulosa chiqardi degan niyatda balkim boshlasak boshqa bir yangi bir safarni boshlashimiz mumkin yana birlikda fidoyi qarindishimiz bilan har qaysi Qur'on talabalari, Qur'on o'quvchilari, Qur'onni ishqida kuyayotgan qarindoshlar bilan birlikda 99-qismni umumiy xulosada ustoz sizlar bizga bir xulosa qilib bersalar qani marhamat. Buldu. Selamun aleyküm. Dünyada kaç cayları görmedik kardeşler. Hem Allah'ın her vakit hayırlı olsun. Abdülaziz kardeşimiz diyendek Kur'an'ın nazar programımızı başlayandım tatip iman, İslam, şeriat, Kur'an, hadis, fiqh sahasida her sahanın özüne Kur'an bilen seliştiriş az olsun mu? Mükemmel halette bir seliştirip çıkamagan bolsak mı lekin bir kısım bolsumu iş qilib seliştirip çıkan bolduk. Onun dekin ahkam sahaları, siyaset sahaları, mesela en'enevi dinde iman qandaqdı, Kur'an imanı qandaq təsvirləydi misal. Bunun özüne qısqacha tushuntirib o'tgan bo'ldik. An'anaviy dinda nimaga ishonish asos qilingan yoki nima asos qilingan, Qur'on nimani asos qiladi. Bu sohadimi o'zi bir to'xtalgan bo'ldik. Yani an'anaviy dinda asosan Arabcha bo'lgan narsalar, Arabning madaniyatlari, Arabcha yozilgan kitoblar diniy dastur qilinishga asos qilingan ekanligini nurg'un qatim so'zlab o'tdik. Arabning urf-odat, madaniyat, misol hikoya cho'chaklardan tortib hammasi islom dini bo'lib, bizga beshimizga balo bo'lib, shundoq o'zi kelganligini bir xulosalab o'tgan bo'ldik. Qur'oni Karim tamamen onun aksincha bo'lib, Qur'oni Karimda faqat o'zi bir millatniki madaniyati, urf-odati yoki hech qanday narsaniki din bo'lmaydiganligi. Her milletniki örf-odati, o'ziga xos örf-odati o'zining ekanligi ve şu örf-odat madaniyatlarning o'zini Qur'onga nazar selish orqali, Qur'ondagi prinsiplarga tatbiqlash orqali hal qilish lozimligi haqida to'xtaldik. Yani mana aytgan vaqtda bir odamniki mo'min bo'lishi, musulmon bo'lishi uchun arab bo'lish shart emasligi. Arabning madaniyatini qabul qilish shart emasligi. Arabning til yezig'i har qanday narsani qabul qilishniki hech qanday hojatning yo'qligi. Har qanday millat o'z madaniyati, o'z urf-odati bilan turib, Qur'oni Karimning prinsiplariga bo'ysungan holatda iymon keltirish, ya'ni mu'min bo'lish, musulmon bo'lish
tamamen bolduğanlığı, yani bolalaydıganlığı yani. Her bir millet özüneki örf-adet, medeniyetini çiң tutkan halatda mı hem yani Müslüman bolalaydıganlığı. Asla özü Arapniki hiç qandaq bir narsaga estilmasimi Müslüman, mümin boğul bolduğanlığı hakkında toxtalgan bolduq. Bizniki bu programmani, yani Kur'an'ın nazar programmasını başlaşniki sebebi, en asas sebebi nima bo'ldi degan vaqtida an'anaviy din orqali xalqimiz o'ziniki milliy ruhini yo'qotgan, madaniyatini yo'qotish oldida turayotgan mushundaq bir shart ostida biz millatimizniki milliy ruhini tirildirish, o'ziniki Uyg'ur millati ekanligini, Uyg'ur bo'lib turibmi ham musulmon bo'g'il bo'lganligini, Uyg'ur bo'lib turib ham mu'min bo'g'il bo'lganligini zikr qilib o'tdik. Misol, ya'ni islom hech qanday bir millatniki milliy kimligiga, milliy madaniyatiga, milliy urf-odatiga hujum qilmaydiganligi, uni qo'g'digan shart ostida musulmon bo'g'ili, mu'min bo'g'ili bo'lganligini Qur'oni Karim o'zi o'tirib qo'yganligini biz o'zi bayon qilib o'tdik. Yelbisi siyasi sahada misalda, siyasi sahada an'anaviy dinda faqat o'zi şu Araplar bilan munosabat qilish yoki bo'lmaydi musulmon deb atalgan, mu'min deb atalgan insonlar munosabat qilish, ammo o'zining manfaati kelgan taqdirdami boshqa dindagi insonlar bilan munosabat qilishga bo'lmaydiganligi haqida shunday narsalarning borligi, uni shu kelinaklar, ya'ni an'anaviy dinchilarniki so'zlayotganligi hozirgi vaqtda misol bizga qancha foyda kelgan taqdirdami g'arb davlatlarga bilan o'zi munosabat qilmaslik deganga o'xshash shunday gaplarni qilayotganligi, ammo Qur'oni Karimga kelgan chaqchi bo'lsa, Qur'oni Karim her qanday din yoki mazhab yoki her qanday millat bo'lishidan qat'iy nazar onun normal holatda o'ziniki davosi uchun, o'ziniki manfaat, ya'ni davlat manfaati uchun foydalanishga bo'lganligi, ularni munosabat qilishga bo'lganligi haqida to'xtalgan bo'ldik. Ya'ni Qur'oni Karim hech bir yerda milliy manfaatni e'tiqodga bog'lab turib to'sib qolgan bunday bir narsa emasligini, ya'ni e'tiqodga asoslanib turib o milliy manfaatni to'sishga bo'lmaydiganligini Qur'oni Karim o'tirib qo'yganligini biz bu programmamizdagi davlatchilik, yani Qur'onga asosan davlatchilik degan programmamizda buni bayon qilgan bo'ldik. Yani o davlatchilik programmamizning o'zida misol hozirgi vaqtdagi eng ilg'or tuzum her davlatniki prezidentlarining o'zini saylan bilib bekitish hozirgi eng ilg'or bir usul. Ama bu usul Qur'oni Karim naq o'zi o'tirib qo'ygan bir usul ekanligi. Bu aslida o'zi bu biz g'arb davlatlaridan o'rganish emas, Qur'oni Karimdan o'rgansaklar, u Qur'oni Karimda shunday nihoyatda o'zi ilg'or bir usulning borligi, u har qanday odamga u xo'sh yoqadiganligi, qabul qila oladiganligi, u saylam haqidagi prinsiplarni. Misol, davlatning prezidentlikka bir odamni saylamoqchi bo'lgan bo'lsak, Qur'oni Karimning qo'ygan sharti nima degan vaqtda, bu odamniki iymonli bo'lishi yoki musulmon nima, yoki iymonsiz bo'lishi yoki bo'lmaydi, oq bo'lishi, qora bo'lishi yoki boshqa bir mazhabda bo'lishi hech qanday o'zi uniki shartlardan emas ekanligi, faqat layoqat, salohiyat egasi bo'lish shart ekanligini o'zini Qur'oni Karim bayon qildi. Ya'ni bir odam prezident bo'lmoqchi bo'lgan bo'lsa, u odam u davlatni to'g'ri boshqarib keta oladi? Yo'q. Onun hördüsünü çıkarıldı yok. Muşu sürüştü kılındı. Yani şunun ehli mi emez mi bu sürüştü kılındığını biz yani Kur'an-ı Kerim'deki devletçilik diyen programımızda da bayan kan bulduk. Siyasette mi yani Kur'an-ı Kerim'in kelimekler yani şu ennevi dininin özde siyasette içki siyasetinin özde müminlere ayrım közlü qaraydıgan, gayri-müminlarga, yani mümin bo'lmagan, iymon etmaganlarga ayrim ko'zda qaraydigan bunda bir tuzumning borligini, misol Pokistonni shu vaqtda misol qilgandik.
Pakistan'ın özde Ehl-i Sünnet vel Cemaat olsa o adamdaki itikadı o halagan bir hizmetke uğruluşa alaydı. Misalda başka dinde ya Yahudi ya Nasara ya o mayda Ahmediye Müslüman cemaat diyen bir Esmet Xan'daki cemaat iken onu Esmet Xan desek emmeden bildi bizning Uyg'urlarning ichida. Mana shu cemaatniki adamlarga o'xshash boshqa bir mazhabdagi insonlar bo'lsa, uning o'ziga undaq yuqori martabadagi ishlarni bermaydi. Bu qancha shuni qila oladigan uning ahli bo'lsin. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda Qur'oni Karim bir odamniki, ya'ni bir davlatniki ichida shu davlatning fuqarosi bo'lgan har qanday millat yoki mazhab yoki dindagi insonlar bo'lishidan qat'iy nazar, uning mazhabini, millatini surish qilmasdan onunki şu işini, yani şu salahiyet, şu işini kılalaygan salahiyet var mı yok mu? Bunu sürüştü kıldıqanlığı. Siyasi cihette bütün özü devletniki puhrasıga her qanday dinde, her qanday mezhepte buluştuğunu qat'iyinizler hemisi beraber qarashdan ibaret bir siyaset yürgüzüşü lazımlığını Kur'an-ı Kerim bayan kıldıqanlığını biz dep öttük. Bu farklı holatda yana özü namoz o'qiydigan odamlarga o'ng ko'zli qarash, o'qimaydigan odamlarga so'l ko'zli qarash, adolatsiz o'zi muomala qilishni o'tirib qo'ygan din nima degan vaqtda an'anaviy din. Ya'ni shu hozirgi shu hidoyat sharvaqoga asoslangan din deyli, ama ochiq gapni qilgan vaqtda andiniki rivoyat hadislarga asoslangan din shundoq o'zi adolatsizlik bir qonun nima siyaset qo'llanishni o'tirib qo'ygan bo'lsa, Qur'oni Karim hammasiga barobar muomala qilishni siyosiy jihatda. Buni o'tirib qo'yganligini biz bayon qilib o'tdik. Bundan keyin iqtisod jihatga degan vaqtda iqtisod jihatdami davlat iqtisodning o'zini masalan bojni davlat yig'adiganligini bayon qildik. An'anaviy dinda degan vaqtda davlat yig'may mo'llar yig'adi. Misalda bu faqir miskinlarga biz beramiz deb o mo'llar yig'ib oladi. Hozir misal buni Pokistonni misolga olsak bo'ladi. U yer Jamoat Islomiy degan cho'ng bir jamoat bor. U jamoatniki milliardlagan o'zi pullari bor, ammo davlat u qadar kambag'al yani. U yer nima deydi degan vaqtda davlatga boj to'lasang bo'lmaydi deb davlatga boj to'lashni qisib, millat davlatga qilgan xizmatning o'zini, ya'ni millatning davlatga qilgan xizmatini to'sib, davlat millatning orlig'i turib olib, shunday o'z davlatni vayron qilish olib turayotgan shunday bir jamoatlar bor. Qur'on degan vaqtda Qur'on davlatga bevosita boj to'lash, orliqda hech qanday vosita qo'yishga bo'lmaydiganligi haqida bayon qiladi. Ya'ni Qur'onda "Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim ve salli aleyhim inne salatike sekanun lahum" degan oyat var. Şu oyatning o'zidimi şu nemini bayon qildi. Bundan keyin o'zi iqtisodning o'zini ishitish kelgan javob bergan vaqtda, ya'ni iqtisodni bir jumla qilib ketdi. Iqtisodni chiqqan vaqtda nemaga asoslanib chiqadi degan vaqtda ehtiyoj qartashi qildi. Ya'ni davlat qanchalik iqtisodga ehtiyoji bor, shuni qarta boj qo'ydi millatga. Shundoq yig'ish o'zi Qur'oni Karimda belgilangan. Bu iqtisodni xashlaydigan yerligimi an'anaviy dinni qanday qilib degan vaqtda namoz o'qiydigan vaqtda odamlarga yaxshi ko'zli qarasa, boshqa dindagi odamlarga cho'risa, shu fiqhida bor, no'ati o'zalqi, nim qilgan holatda, bechora bo'lgan holatda uning oldida turish kerak. Masalan, boj to'lagan vaqtda şu başka dindeki insanlar tar bir yerinin özünü qo'yish lazım. O tar yerinin özünü kısılıp şunda cepaat atıp başlıyor bir tağa buğdayını götürüp şu halkı nime deydi halkı ambarga buğdayını tüküş için kısılıp cepaat atıp kıyınılıp giriş gerek. Aşındak nesle yazılgan mesela şu nime hidaye şeref kayınında. Çünkü ular aşında har halette aşağı beriş lazım. Degan shunday bir prinsiplar yozilgan. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda bir davlatniki fuqarosi bo'lgan ekan, u qanday dinda qaysi mazhab bo'lishini qat'iy nazar, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar, hammasi o'xshash holatda muomalaga uchrash, muomala qilinish bu o'zi
belgilengan o halkı başka dindikilerden cık alıdığan bajni Müslüman yoki iymon etgan ya namoz o'qiydigan odamlardan oz oladigan mundaq bir prinsiplar Qur'oni Karimda aslo o'zi yo'l qo'yilmagan. Ya'ni adolat aslida hamma odamga loyiqida boj elish lozimligi belgilangan. Endi bu elingan bojnimi yana ehtiyojli o'rinlarga ishlatgan vaqtida, misol yetim yesir yoki bo'lmaydi qeri-chur shu ishlamaydigan odamlarga vaqtida Qur'oni Karim har qanday insonga shuni ehtiyoji qarta o'zi iqtisodiy yordam qilishni belgilagan. Ammo an'anaviy dinchi degan vaqtda aslo o'zi shu mo'min bo'lsa, ya'ni namoz o'qiydigan odam bo'lsa ayrim, o'qimaydigan odam bo'lsa ayrim. Bundaq holatda tengsizlikni, ya'ni adolatsizlikni o'ttirib chiqarganda, uning uchun bu Qur'oni Karim o'ttirib qo'ygan bu o'zi islom insoniyatni xursand qiladigan, mamnun qiladigan, rozi qiladigan bir o'zi din ekanligi ashyadan chiqib turdi. Endi biz munosabat sohasidami, yana ishki munosabat, tashqi munosabatlarning o'zini o'tirib qo'ygan vaqtidami Qur'oni Karim ishki munosabatda boy degan o'xshash o'zi adolatni asos qilsa, tashqi munosabatda manfaatni asos qiladigan va aslo o'zi meniki e'tiqodim bilan o'xshashga, ana e'tiqodi ashuna bilan munosabat o'rnatay, odamniki yoki davlatniki u davlat boshqa bir dindiki ularga men dushmanchi munosabat o'rnatay deydigan bundaq bir qoidaning Qur'onda yo'qligi. Dunyoga o islom tinchlik akilish uchun kelgan bir din bo'lganligi uchun hamma o'z odamlarga uningga loyiqida muomala qilish, tinchlikni asos qilgan holatda buning o'zini Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan misol. Yana islom nima? An'anaviy davlatchilik bilan Qur'on o'tirib qo'ygan davlatchilikning o'tirisidagi farqlarni bir qor tushuntirib o'tdik. Shu vaqtda an'anaviy din o'tirib qo'ygan davlatchilik nima degan vaqtda namoz o'qimagan odamni o'ldirish, zinoxon, chalma-kesak qilishga o'xshash nurg'ulg'an o'zi zulm qilayotgan shundaq narsalarning o'zini dinning ichiga kirib olgan. Endi uning ustiga davlatni dinning nomi bilan atash. Masalan, Pokiston Islom Jumhuriyati. Nima shundaq Iron Islom Jumhuriyati deb ataldi ekan. Ammo Qur'oni Karim cho'tsa aslo bir e'tiqodning ustiga qurilmasligi. Islom davlati bo'lish uchun hech qanday bir dinning bir e'tiqodni asos qilmaslik. O Yahudi e'tiqodi bo'lsin, Hristiyan e'tiqodi bo'lsin yoki har qanday bir e'tiqodni, har qanday bir mazhabni islomniki asos qilmaslik, hamma e'tiqod va har qanday mazhablarga o'xshash barobar muomala qilishdan iborat bundaq bir o'zi usulni yo'l qo'yish. Buni Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan. Buning o'zini biz shu islomdagi davlatchilik, ya'ni Qur'ondagi davlatchilik degan mavzularda bir qur deb o'tdik. Endi bu yerda bayatın o'zi madaniyat to'g'riligimi so'zildik. Ammo madaniyatda bizniki diniy olimlarimizning orasida nihoyat radikal bir o'zi nima bor, bir tunish bor. U o'sim nima degan vaqtida, masalan, muzika madaniyati kelgan vaqtida arabning depini chalsak bo'ladi, o'zimizning dutta tamburlarini chalsak bo'lmaydi deydigan shunday ko'z qarashlar bor. Ammo Qur'oncha degan vaqtida, Qur'onda bu naqshga kelgan vaqtida o'tganda besim so'rgan, buning o'ziga biroz aniqroq javob berish to'g'ri keldi. Naqsha qanday naqshni aytishga bo'ldi, qanday naqshni aytishga bo'lmaydi degan maslik kelgan vaqtida Qur'oni Karim cheklagan so'zlar, harakatlar bor, bundaq naqshlar bo'lsa aytishga bo'lmaydi. Misol, g'aybat qilishni Qur'oni Karim cheklagan, bo'xton chaplashni cheklagan, shahvoniy gap qilishni cheklagan. Misol, kishilarni yomon yo'lga yetaklaydigan gaplarni qilishni cheklagan. Ya'ni Qur'oni Karim cheklagan, yomon ishlarga targ'ib qiladigan gap so'zlarni cheklagan. Mana shu yomon ishlarga targ'ib qiladigan gap so'zlar bor naqshlarni aytish cheklandi Qur'oni Karimda.
Onundan başqa milletning ittifoqligi, barobarligi, vatanning ozodligi haqida yoki bo'lmaydi, yaxshi axloq, ota-onaga yaxshilik qilish, bola-chaqani yaxshi o'qitish, ilm ma'rifatli bo'lishga o'xshash nurg'unlagan esil undaq naqshlarimiz bor bizniki. Bundaq o'zi naqshlarni aytish va uningga muzika chelish va uningga o'zi ayollar ayrim holatda turib o'zi usul o'ynash va hokazo ishlari Qur'oni Karim cheklanmaydi. Yani bir zalning ichida yana erlar va ayollar bir-birisiga aralashib, bir-birisini qo'llarini tutishib, bundaq usul o'ynashga bo'lmaydi. Ammo ayrim holatda zaten bizniki usullarimizda hozir milliy usullarimizda bir-birisining qo'lini tutishib turib, bundaq o'ynaydigan usullar asosan yo'q. Hamda lapar deydigan bir usullar var. O usullarda ancha-muncha shundaq ishlar bor. Undaq yerga yaxutun odam chiqib o'ynasa bo'ladi. Bo'lmasa, undaq yaxutun bo'lmagan odamlarning o'zi bir-birisini qo'lini tutishib, bundaq usul o'ynash bu to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni bu shahvoniy tarafga ketib qoladi. Ya'ni u yerda muzika asboblari kelgan vaqtidami Açınığa o'xshash yaxshi mazmundagi naqshlar bo'lsin aytishga va o'zimizniki duta tamburdan iborat bundaq muzik asboblarimizni chelishga bo'ladi. Uniki naqshi halol bo'lib, muzikasi harom bo'ladigan bundaq bir qoida yo'q. Yani naqshi to'g'ri bo'lsa, to'g'ri mazmun bo'lsa, u muzikasi hech qanday uningga to'salg'i bo'lmaydi, uning o'zining chasi bo'laveradi. Yani bu Abdurahim Hayitniki misol, bu nimaniki, Nurmat To'sininniki shundaq esil o'zi muzikalar va shunga o'xshash muzikalar bo'laverdi misol. Ammo shahvoniy sohadagi diskoteka deymiz, tansi deymiz, bundaq narsalarga chelingan muzikalar bo'lsa, u yerda o'zi uniki mazmuni nachar bo'lsa, u yerda uni tinglash to'g'ri bo'lmaydi. Uningga har qancha muzikasi yoki naqshisi yaxshi bo'lsa-mu, o tansi diskotekaga chelingan narsa o'zi o'tirib chiqib, o'zi tansi o'ynash, diskoteka o'ynash butunlay o'zi xato. Anglashga bo'ladi uniki muzikalarni, yaxshi muzikalar bo'lsa, yaxshi mazmundagi, ammo o'tirib chiqib tansi o'ynash o to'g'ri bo'lmaydi. Undan keyin haykaltarashlik, rassomlik sohasidami bir savollar tushgan. Bunun o'zimi javob berilgan aslida bu Qur'oni Karimda ibodat qilinish uchun yasalgan bo'lsa, u narsani qilishga bo'lmaydi. Ya'ni bir haykalni yasagan bo'lsa, ibodat qilish uchun yasagan bo'lsa, u vaqtda o gunoh bo'ladi, to'g'ri bo'lmaydi u narsa. Ammo birisiniki haykalni, masalan, Turkiyada Mustafa Kemalning haykallari bor misol. Vatanimizni ozod qilsak, qahramonlarning haykallarini masalan yasaymiz. Buni o'xshash aslimi uchun yasashga bo'ladi. Undan keyin o'zi suratlarmi shundaq, suratlar masalan, bo'libmi ayollarga qarab shundaq o'zini bak etib, shundaq surat tushirgan ishlar bor. Bundaq narsalar mayli surat tushsin yoki surat tushmasin, undaq bak echilib yurishga to'g'ri bo'lmaydi. Ondan keyin undaq surat tushish o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Ammo normal holatda kiyim-kechaklar normal yapadigan, ya'ni yeb qilgan bo'lsa, u surat tushsa hech qanday bo'lmaydi. Chunki u ibodat qilinish uchun tushgan surat bo'lmagandan keyin u bo'laverdi. Xotir uchun tushsa bo'ladi yoki ehtiyoj uchun, misol pasportniki suratlar deymiz. yoki olmaydi bir diplomga o'xshash narsalarning suratlari deymiz. Bundaq suratlarga tushsa, u bo'laverdi. Faqat bu yerda cheklanadigan narsa nima desa, shahvoniy bo'lmasligi lozim. Ya'ni insonlarniki axloqiga ta'sir ko'rsatadigan, niyatlarni buzishga ta'sir ko'rsatadigan bundaq o'z narsalar bo'lsa, bu vaqtda to'g'ri bo'lmaydi. Ondan keyin an'anaviy islomdagi, ya'ni
burun tortib biz qilib kelgan islomdagi shariat bilan Qur'onga asoslangan holatdagi shariatni ham so'zlab o'tdik. Bu an'anaviy shariat nima degan vaqtda Abbosiylar sulolasi zamonasida yozilgan Sharvaqoy hidoyatdan iborat. Mana buning o'zini qiyomat qoyim bo'lguncha biz shariat qilamiz. Mushu bizning shariatimiz deyish bu butunlay to'g'ri emas. Xato bu. Uning ustiga buning ichidagi nurg'un narsalar Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydi. Misol zinaxoni chalma kesak qilish, o'g'irni nimalqi, murtadni o'ldirish, namoz o'qimagan odamni o'ldirish, misol shuning o'xshash nurg'unlagan o'zi ishlar bor. Bu narsa bizga aslo shariat bo'lolmaydi. Shariat bo'lish uchun Qur'oni Karimdagi prinsipiga asoslangan va shu zaman va makondagi ahvolga asosan chiqarilgan shariat bo'lsa, u to'g'ri bo'ldi. Misol Turkiyani misolga olsak, Turkiyani hozirgi vaqtda qonun, ya'ni islom Qur'ondagi prinsiplarga asosan qonun chiqarmoqchi bo'lsa, shariat degan qonun degan gap Turkiyaning hozirgi ahvoliga qarata chiqarilgan qonunni e'tirof qilishga bo'ladi. Ammo u 1000 yil burungi Osmonli zamonasidagi asli qonunning o'zini shariat deb akilish bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki nima uchun degan vaqtda u qonunlar hozirgi ahvolga to'g'ri kelmaydi. Hozirgi millatniki ahvolini hal qilolmaydi. Shuning uchun u Qur'onda har bir millatga shu millatniki o'zi amaliy ahvoliga qarata qonun chiqarish huquqini berganligi haqida Qur'oni Karimda oyat bor. Va likulli ummatin ja'alna shir'atan va minhaja degan shunday bir oyat bor. O'sha oyatning o'zi nima desa, har bir ummatga, har bir millatga yoki har bir to'plamga yoki hozirgi vaqtning sharoitiga olgan vaqtda har bir davlatga u davlatniki shu amaliy ahvolga qarata, ichki tashqi ahvolga qarata, nufusga qarata o'ziga muvofiq qilib qonun chiqarish, ya'ni Qur'oni Karimning prinsiplariga asoslanib turib qonun chiqarish huquqi shu insonlarga berilgan. Ya'ni bu yerda prinsip o'zgarmaydi, qonun davomli o'zi o'zgarib turadi. Chunki qonunning o'zini davomli o'zi 1400 yil burun bir qonun tuzilib qolgan bo'lsa, uni ishlataverish to'g'ri bo'lmaydi. Sistema to'g'ri bo'lmasa, davlat taraqqiy qilolmaydi, millat oldiga mangolmaydi. Onun uchun u yerdagi sistemaning o'zini nihoyat ilg'or qilish kerak. Onun uchun Qur'oni Karim nihoyat go'zal bir sistema. O sistemaning o'zini shu sistemaga asoslanib har davlat o'ziniki amaliy ahvoliga qarata qonun chiqarish huquqiga ega bo'ldi. O chiqarilgan qonunni nima deb ataldi degan vaqtda shariat deb ataldi. Arab shariat bizning tilimizda qonun yani. An'anaviy ahkamlar bilan Qur'oni Karimga asoslangan ahkamlar o'tirisida to'xtaldik shu nimada. An'anaviy ahkamlar degan nima degan vaqtda boyaqi deganga o'xshash. Sharvaqoy hidoyatniki ahkamlari, shuningdek ahkamlar hammasi an'anaviy ahkamlar. Uni qiyomat qoyim bo'lishlik, uni qonun qilib ishlatma deyish xato. Qur'onga asosan ahkamlar degan vaqt Qur'oni Karimdagi prinsiplariga asosan qonun chiqarib, u qonunga asosan jamiyat bo'layotgan jinoiy ishlarga hukm chiqarish bu o'zi to'g'ri bir o'zi hukm chiqarish bo'ladi. Uning o'zini davomli ko'ni narsalarning o'zini so'rab yurish bo'lmaydi. Nima ish degan vaqtda jamiyat taraqqiy qila qo'ymaydi. Bizniki yana islom dunyosiniki, bo'libmi Uyg'urlarniki taraqqiy qilmasligining birdan-bir sababi nima degan vaqtda shu 1400 yil burungi narsalarga eslab olish. U yer prinsipga eslgan bo'lsakmi, u narsani tashlab qo'yib, yangidan shunday narsalarni ijod qilib yashagan bo'lsak, biz o'zi taraqqiy qilgan gap. Taraqqiy qilmasligimizga birdan-bir sabab bo'lgan narsalarniki shu ekanligini shuni bilib olamiz. Yana Qur'oni nima an'anaviy dindagi ibodatlar bilan Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan ibodatlar o'tirisida ko'p to'xtaldik. İslamga asoslangan vaqtda islomdagi ibodat qismi yo'q. Iymonniki ibodat qismi bor. Iymon etgan odam
o namoz o'qishi, ro'za tutishi farz bo'ladi. Yani ro'za tutishi farz bo'ladi, namoz o'qishi u odamga nihoyat yaxshi bo'lgan bo'ladi, u tutsa, nima o'qisa nihoyat yaxshi bo'ladi. Hamda bu nima islomchi degan vaqtda islom adolatni asos qilish orqali barobarlikni tiklash uchun nima tuzilgan bir sistem bo'lg'achqa uning ichida e'tiqod bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda biz shu islom, iymon degan mavzular to'xtalgan vaqtda iymon u e'tiqodga munosabatli ish. Uning uchun u iymon etgan odam namoz o'qiydi, ro'za tutadi. Hamda islomni qabul qilgan odamni ko'rsa, u odamning u namoz o'qishi kelmaydi, va lekin islomdagi prinsiplari o'g'irlik qilmaslik, zina qilmaslik, aroq ichmaslik, odam o'ldirmaslik degan o'xshash o'zi birsiga zulm qilmaslik, o'zaro bir-birini hurmatlab o'tish degan o'xshash shu Qur'ondagi islomning prinsiplariga bo'ysunish u odamga shart bo'ldi. Ya'ni Qur'oni Karimdagi qilish qilmaslik haqidagi belgilemelerindeki hemmesi degidek İslam'daki belgelemeleri. İslam insaniyet cemiyetinin özüne tiniş, adil bir cemiyet kurup çıkış için tüzelgen bir kanun, bir prensip boğaşka, bir tüzüm boğaşka. Onu da insanlar cemiyetiga münasebetlik yaşındaki özü. İnsanlarınki ya ki cemiyeti ya ki her bir insanın hususi işleri karta oturup koyulgan prensipler var. Misal g'iybat qilishning o'zimi har insonniki xususiy o'zi nemisi qo'yilgan ashunga o'xshash bir odamni haqorat qilmaslik, ya'ni bu deganlik nima degan vaqtda insonlar o'zaro bir-biriniki huquqiga hurmat qilishni asos qiladi. Aslo o'zalqi bir odam yana bir odamga e'tiqod sabablik hücum qilish, haqorat qilish Qur'oni Karimda qattiq cheklandi. Shuning uchun bu yerda bir odam iymon etib qo'yish bilan u alohida odam bo'lib ketmaydi. U odamning o'zi insonlikni o'ttirib qo'yilgan vaqtda u o'ziniki haqiqiy inson bo'lganligini o'zi namoyon qilgan bo'ldi. Bo'lmasa bir odam iymon etib qo'yib lekin boshqa iymon etmagan insonlarga haqorat qilish, uning o'zini ko'zga ilmaslik, onu düşman hisoblash bu tamamen o'zi islom cheklagan bir narsa. Yana birisi iymon sabablik düşman paydo qilish Qur'oni Karimda qattiq cheklangan. Bir odam iymon etgan bo'lsa, iymon etmagan yoki boshqa bir dinni, boshqa bir e'tiqoddagi insonlarning o'zini düşman qilib olish o'ziga bu Qur'oni Karim qattiq cheklagan bir narsa. Bu yerda o ishlar nihoyat bizda bek eg'ir, bizda shu boshqa dindikilar olsun, boshqa mazhabdikilar olsun, yoki bo'lmaydi sal-pal e'tiqod o'xshamaydigan odamlar olsun, o'ziga dushman hisoblaydigan, uni dushmanlarcha muomala qiladigan, uningdan keyin masalan Yevropada ko'rganlarimizni nima qilsak, bular degan boshqa dindagi xristianlar bular. Bularniki nemisini olsak, bizga o'zi halol bo'ldi. Ash Qur'onda Yahudlarniki ayndaq bir e'tiqodini deydi. Biz o'zi bularniki qandaq narsani olsak, bizga bo'laverdi degan bir e'tiqod bor Yahudlarniki. Ash e'tiqod bo'yicha bu yerdagi insonlarniki naskerakni qaqti-soqti qiladigan shundaq ishlar Norvegiyada misol bo'lgan. Bir qism Uyg'urlar shundaq qilganlar bordi. Shuning uchun bu iymon sabablik bir odamniki narsaga hujum qilish, bir odamni o'zi tuvan ko'rish, bir odamni dushman tutish u qat'iy bo'lmaydi. Iymon insonlarning orasida dushmanlashishga sabab bo'lmaydi. Chunki nima uchun degan vaqtda iymon deganni Alloh bilan shu insonning o'rtasidagi ish. U Alloh bilan insonning o'rtasidagi ishni inson bilan insonning o'rtasidagi ishga aylantirish orqali dushmanlik paydo qilish bu Qur'oni Karim qattiq cheklagan bir ish. Bu bir jinoyat yani. Müşahede bir soru sorayım ama.
Bazılar muşu noktada Allah'ın dostu oluş, düşmanı bulaş dediğin prensipke emel kılıbatımız degan şekilde süspetleydi ama şu yaxşı görüş, yaman görüş meselesini. İtiqat sebeplik yaxşı görüş, yaman görüş meselesini. Bunun bir izah verip boğan olsak. Endi bu kainatdagi hech qanday bir maxluq Allah'ın do'sti yoki dushmani emas. Buni aniq bilib qo'yish kerak. Allah hech qanday bir inson emas, ferishtami do'st bo'laolmaydi. Nima uchun degan vaqtda Alloh u deganda. U bir odamniki maktabdagi mayli o'qul arkadaş deydi. Savaqlışı. Savaqdish emas. Yoki bu yer tijoratni birga qilgan bir tijoratchi emas. Yoki bir yerda bir yo'llarda uchrashib qolgan yo'ldosh emas. Onun uchun u Alloh bilan insonning o'rtasida hech qanday bir yer do'stlik yo'q. Qur'ondagi vali degan kelimaning o'zini do'sti deb tarjima qildi. Undaq emas o yerdagi narsa, o oyatdagi o kelima Allohga yaqin bo'lish degan ma'noni bildirdi. Masalan, Alloh adil. Bir odam adolatni yaqingan bo'lsa, adolat uchun kurash qilgan bo'lsa, adolat degan sifatda Allohga yaqinlashgan bo'ladi degan bo'ldi. Asla u yerda Allohga do'stlik qiladigan, ey do'stim deb mangdigan, bu yer choy ichadigan undaq bir ish yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima bo'lsa, men Allohning do'sti degan u yolg'onli bo'lgan. İbrahim Halilullah deb qo'ydi. Bu İbrahim Halilullah deganning o'zimi endi bu yerdagi u Allohning do'sti degan ma'no chiqmaydi u yerda. O halqi Allah uni payg'ambarlik tanlagan bir inson degan o'zi narsani gavdan bilgan bir so'z u yerda. O asla u yerda Allohning do'sti bo'lgan bundaq narsa yo'q. Agar u Allohning do'sti bo'lsa, Allohning insonga bir maxluq degan ma'no chiqadi. Misal bir odam ovozim tekrar chiqib ketadi ya? Yo'q, normal. Bir odam misal do'st bo'lmaydi desa, yana bir odam bilan do'st bo'la oladi. Men masalan siz bilan do'st bo'la olmayman. Ammo men ishteshak bilan yoki men daldarak bilan do'st bo'la olmayman-da. Bir eshak bilan odam do'st bo'lib desa, boshqa odamni qo'ng'ida kuldi u. Chunki u do'st bo'lishga salohiyat to'shmaydi uniki. Endi bu yerda inson qanday qilib Alloh bilan do'st bo'la oladi? Alloh deganda u butun koinotning egasi bo'lgan bir zot. O inson va butun koinot Allohniki mulki, u do'st emas u. Qur'onda necha yer deydi-ku? Mulk semavati val arz deydi. Nurg'u yerda shunday oyatlar bor masalan. Bu nima degan vaqtda bir odamning mulki bo'lgan, ya'ni bir zotniki mulki bo'lgan narsa uning do'sti bo'la olmaydi. Yani onunki do'st bo'lish uchun biz shu qul degan kelimaga bir ma'no aytgan vaqtimiz bordi. İzah verildi. Allohning quli degan kelgan vaqtda shu nurg'u yerda va ma xalaqtul jinni val insa illa liya'budun degan oyatning o'zini inson bilan jinni menga qulchilik qilish uchun yaratdim dedi Alloh taolo deb tarjima qildi nurg'un mollalar. Allah qulchilik qilganga hech qanday uning salohiyat to'shmaydi. O'zini undaq cho'ng tutishga hojat yo'q. Chunki qul bo'lish uchun uning bilan teng o'rinda iqtidor jihatda, hamma jihatdan uning teng holatda bo'lish lozim. Shu vaqtda uni bir yerni setib olgan bo'lsa qul bo'ldi. Misol bir odam yana bir odam setib olsa, setilganlik qul bo'ldi. Endi men berib bir eshakni setib olsam, u eshakni hech kim mening qulim deb atmaydi. Uniki meli deb ataydi uni. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz Allohning teng iqtidordagi bir maxluq emas. Unda bo'lgandan keyin Alloh bilan do'st bo'ldi degan gapning o'zi bu butunlay yolg'on. Qur'onda hech qanday payg'ambarlik Alloh bilan do'st bo'lganlik haqida hech qanday bir narsa yo'q. An'anedeki düşüncelerimizde ifadelengen yoki maqsad muddao qilingan fazilat yoki kafaret şekildeki ibadetlerle alakadar olsun yoki akide düşüncelerdeki mezmunlarga qarasak
Allohning sifat zotiga xuddi bir inson tasavvur bilan muomala qilgandek bir zot bor-da. Elbette. Ha. Hazır mesela Allah'ın dostu, Allah'ın düşmanı diyen sözün özü bu Allah'a kılınan bir hakaret yok. Allah'ın düşmanı diyen kelime kelgen takdirde mi? O Allah'ın dinine düşmanlık kılan adamlar diyen manadaki nesi? Allah'ın dinine buzgunculuk kılan insanları gösteriyor. O Allah'ın düşmanı yok, Allah'ı ok atkan, Allah'ı uruşkan bir insanı göstermeydi. O düşman buluştur, onun da özü uruş kılalaydıgan, onun karşı bir hareket kılalaydıgan buluş gerek. Ama o Allah'a hiç qanday bir mahluk karşı hareket kılamaydı, onun için o düşmanlık salayetini toşmaydı dedi. Şu bir dost düşmanlık meseleleri kelgen vaqtidami asla özü teng bo'lmagan bütün kainatning egisi bo'lgan bir zotni akilib o'ziniki yerda o'tirgan bir odamga o'xshatib turib do'st dushmanlik holatida bunday o'zi so'zlarni qilish bu butunlay xato bir tushuncha, xato bir e'tiqod qanday e'tiqod. Qur'ondagi unga o'xshash oyatlarning o'zini bu yerda to'g'ri hal qilish lozim. Bu yerda asla o'zi bizni Allah'ın dostu, düşmanı diyen halette bunda tercih kılıç olmayı. Kur'an'da yuhibbu diyen ibarını keldi. Aşın özünü dostu dep ayında veren oldu. Yaxşı görür dep bulduğun neside, onda tercih oldu. Yaxşı görür dep kısı bulduğun neside. Dostu dep andakiler Allah'ın düşman tutuş, dostunu dost tutuş dep. Allah'ın dostu kim şu anda? Düşmanı kimem şu anda? Allah'ın düşman bu da dostluğunda bir nes var mı? Yok. Çünkü kulu Allah'a değil o. Böyle yakul lehu kufuven ehad diyen ayet var. Allah'ı beraber hiç kadar bir nes yok. Allah'ı ten oruntuğunda hiç kadar bir nes yok. Allah'ı ten oruntuğunda hiç kadar bir nesinin yokluğu Allah'ı dost düşman bu hiç kadar nes yok. Bu diyenlik neyme dese bütün kainattaki melaikeler hepsi Allah'ın mülkü diyen gibi. Ayda degan vaqtida men Allohning do'sti, sen Allohning dushmani deb qilishga foydasi bor-ku, shuning uchun deb o'ylayman. Elbette. Aşağıda bir qarashlar bor. Allah'ın düşmanı, bu halkı aslında burunqi şu İslam'dan burunqi Araplardaki an'anaviy dinlarda Allah'ın dostu, Allah'ın düşmanı degan gapni jiqishdi ki. Çünkü zaten şu ilahi dinin sırtındaki dinlerde o Allah'ın mı şu ornunu düşürüp yerine kitaptan bir adam tamak birge tamak yayılgan 31'ge oturduğan, qo'sib bir qo'yilgan bir shakldagi bir narsani tasvirlagandek aytib tasvirladik. Ammo Qur'onni ko'rgan vaqtda, Qur'onda Allohni tasvirlagan vaqtda Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum deb tasvirlaydi, qul huvallohu hatta yana tasvirlaydi. Ashuni hammasi nima degan vaqtda, ya'ni u Alloh barobar kelgidek hech qanday bir zotning bo'lmasligi, u Allohga do'st dushman bo'lgandek bir narsani yo'qligini ifodalaydigan gap. Bunun biz bilib olaymiz ki Allah'a ben dost oldum, ben düşman oldum ya ben Allah'ın dostu diyen adam yalgancı kazzap diyen gibi. Texmini qilib ketdim. He? Mao texmini qilib ketdi deyman. Kur'an'da Allahu veliyyullezine amenu yuhricunehum minez zulumat ilen nur diyen ayetler var. Aşağıda Allah müminlerniki özü dostu dep onda düşündüğün insanlar mı? O onda emas. O yer yuhricunehum minez zulumat ilen nur diyen ayetindeki ayet tercüm qavaqda mana ifadalandi. Yani insanlar qarangılıqdan yoruqluq chiqqan vaqtda Allohga yaqinlashganligini bildir degan gap. Yani bir adam to'g'ri yo'lda mangsa, o vaqt nima bo'ldi desa, to'g'ri yo'lda menishda Alloh bilan Allohga yaqinlashgan bo'ldi degan bo'ldi. Chunki nimishqa degan Alloh nima Qur'onda inna robbi ala siratil mustaqim degan oyatlar bor-ku. Mening Rabbim to'g'ri yo'lning ustida degan oyat bor-ku. Demakki, u yerda to'g'ri yo'lda menishda, ya'ni Alloh ko'rsatgan yo'lda menishda Allohga yaqinlashganligini, boy degan o'xshash
masalan Allah g'afur degan bo'lsak, Allah kechirguchi degan bo'lsak, bir odam masalan nihoyatda o'zi keng qo'saq atrofidagi odamlarga o'zlariga o'ch adovat tutmay kechiradigan shunday odam bo'lsa, kechirimchanlikda Allohga yaqinlashganligini bildirdi. Ya'ni sifat jihati degan gap. O jismoniy jihatda hech qanday Allohga yaqinlashadigan, assalomu alaykum va tishdingmi, choy ichamiz deydigan bunday do'st bo'lgan bunday bir zot emas u. Endi mushu siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda va e'tiqodiy sohalarda ibodat sohasida misol biz bu ibodat sohasida to'xtalgan vaqtidami islom dininiki ibodat islom dininiki, islomniki asosi emas dedik. Chunki ibodat iymon keltirgan mo'min bo'lgan insonlar qiladigan bir ish. İslam'daki asas nima degan vaqt adolat, uniki o'zi chirig'i nima, uni insonlarni yetaklaydigan narsa nima degan vaqtda ilm. Ya'ni ilmni asos qilgan, adolatni asos qilgan bir din, ya'ni islom dini. Aslo ibodatni asos qilgan bir din emas ekanligini o'zini nim qildik. Uning uchun o'zi dunyoga qarasak hozir ilmga ahamiyat bergan millatlar qanday yashaydi, ibodatga ahamiyat bergan millatlar qanday yashaydi. Muşunun qarab lekin qasının asas bo'lganligini aşağıdan bilib olalaymiz. Mesela Peygamber Aleyhisselam zamanında va burungi payg'ambarlarniki zamonlaridami biz shu masjid haqida to'xtalgan vaqtida dedik uni. Hech bir payg'ambar ikki tal masjid salgan emas. Agar saldi degan bo'lsa, bir tarixda qas payg'ambar ikki tal masjid sepdi, shuning o'zini tepbaqsi bo'ldi. Hech qanday bir payg'ambar ibodatga ahamiyat bergan, ibodatni asos qilgan emas. Ibodatni asos qilgan emas deganda ibodatni o'yda qilgan narsa. Ya'ni hamma odamniki masjidga berib ibodat qilishiga hech qanday hojat yo'q. Faqat juma kunisi chaqirgan vaqtida, jumaga chaqirilgan vaqtda shu jamiga berib yoki jamoat nima to'plashgan o'rinlarga berib va'z nasihatni tinglab namozni o'qib qaytib kelsa bo'ldi. Qolgan vaqtning hammasida uyda o'quvasi bo'laverdi ya ish yerda namozni o'quvasi bo'laverdi. Uning hech qanday jamoatga berishga hojat yo'q mana shu vaqtida. Uning uchun u Qur'oni Karimda hamma yerga masjidlarni ma'lum do'qmush masjid degan qatorda hech qanday bir oyat hukm yo'q. Uning uchun payg'ambarlar tarixda masjidga ahamiyat bermasdan bilimga, adolatga ahamiyat bergan. Chunki islomniki asosi bu bo'lgandikan. Yeryüzünün her qanday bilimni Qur'oni Karim har qanday narsaning oldiq qo'ygan. Ya'ni birinchi o'rin qo'ygan. Masalan, iymonning oldiga, ya'ni Allohning tunish va kazaning oldiga o'qish, ya'ni bilimni qo'yganda, o'qib, bilib uningdan iymon etish. Buning o'zini Qur'oni Karim bo'ladi. Bilmay turib aytgan iymonning hech qanday foydasi bo'lmaydi. Mana bizniki hozir 199% deyapsak nima? Xalqimiz o iymon, islomniki hech qanday narsadan tuzuq xabari yo'q. Ay namozni o'qiydi, o namozni nima uchun o'qiyotganligini bilmaydi. Ro'zada o nima uchun tutayotganligini bilmaydi. Unda bo'lgandan uniki o insonlarga foydasi yetmaydi. Zaten foydasi yetmaydi hozirgachilik men tortayotgan ziyonlarimiz qarg'a vaqtida bizniki o'zi foyda hech qanday foyda bo'lmoqlik. Shunga bir narsani o'qib, bilib, uningdan qilgan nihoyat yaxshi ish. Bir narsa demoqchi bo'lganlar. Bir narsa demoqchimidilar ya? yeryüzünün hem yeri secde kılsanı bulundu degan ayet var. Hep şunu demek istedim de ben. Demoqchi bo'lgan nima degan vaqtda qanday yerda bo'lsang, o namozingni o'qisang bo'laverdi. Alayda sen masjidga kelib namoz o'qiyman demasanmi? O nerda bo'lsang, bog'da bo'lamsan, tog'da bo'lamsan, o'qiversan bo'ladi degan gap mana shu vaqtcha. Uni illaki bir masjidga kelib, u yerda namoz o'qishga hech qanday hojat yo'q yani.
Shuning uchun o'zi payg'ambar alayhissalom zamonida shunchalar keng tuproqlarga ega bo'lib turib, bir tal masjiddan boshqa masjidni solmaganligi va u yana ikkinchi bir masjid solgan vaqtda uni o'zi chaqtirib o'tganligi mana shuniki dalil isbot desak bo'ldi. Bundan xato tushunib qilish bo'lmaydi. Yani o namazga o'chlik qolganimiz emas. O namoz ilmga, yani ilmni to'sib qolgan, bunda holat bo'lib qolmaydi. Namoz asosan to'smaydi-ku. Ammo bu yerdagi narsa nima desa, namoz o'qiyman deb nurg'un ishlarni tashlab o'tib, qandan shu o'zimizni o'rnida namozni o'qib o'tib lekin ishimiz davom qilsak bo'laverdi yani. Shuning uchun alayda zat tarafni yarım saat burun o'zi masjid kirib, u yerda yarım saat namozni tugatib, ish o'rniga berib qo'yishdik, shu 1 soat, 2 soat vaqt ketgan gap. Shuni bir kunda qilgan ishni 2 kunda qilib, jonlik oqib qolgan ishlar ashundan bo'ldi. Shunga biz bundaq sohalarga diqqat qilishimiz lozim. Alloh taolo bizni buyurgan shaklda qilsak, o'zimizga nihoyatda qulaylik bo'ladi. Özümüz nihoyat rahat o'timiz, o'zimizga foydasi jiq bo'ldi mana shu vaqtda. Ammo undan chiqib ketgandan keyin o'zimiz ziyon tortimiz, zaten hozir ziyon tortib shu kun keldik. Shunday ketaversak, bu nihoyat og'ir bir ziyon hisoblandi misol. Undan keyin xalqimizniki yani bizning xalqimiz nihoyat aqlli bir xalq deymiz, lekin shu aqlning o'zini, shu o'ziniki yo'liniki shu to'g'ri xatolikni ishlatmaydigan ishi nihoyat odamni bearam qiladi. Misol, an'anaviy dinchilar shunchalik o'z xato, shunchalik amaliyotga uyg'un kelmaydigan, millatning oldini to'sadigan shundoq nurg'un narsalarni o'zini so'zlaydi, qiladi. Ashundaq ishlarni ko'rgan vaqtida bir eg'iz gap qilib, ma ish xato deydigan narsani qilish kerak. To'g'rini to'g'ri deya oladigan, xatoni xato deya oladigan, ya'ni millatniki isloh qilinishiga, isloh nima harakat qiladigan bundaq bir holat shakllanishi lozim. Biz masalan shu Yevropaning tarixini o'qigan vaqtida Yevropa shu 1250-yillardan boshlab islohot davriga qarab harakat qilganki, ilm fanni ancha-muncha aqtirib qilganki, undan keyin 1300-1400-yillardan boshlab maxsus islohotga yurish qilgan 1600-yillarning oxiriga kelgancha tamoman islohotni tugagan ekan misol. Shuningda olimlar bo'lsin, nurg'un olimlar, nurg'un o'zi ziyolilar, nurg'un xalqning o'zi haqni haq deya olgan shu vaqtning o'zida. Ya'ni to'g'ri to'g'ri, xatoni xato deb o'tirg'i chiqish, xatoga yo'l qo'ymaslik bu nihoyatda muhim bir masala. U yerda man desam jamoatni arilib qolamanmi? Man desam o'zi meni qag'otammi, kofir deb o'tammi, murtad, murji deb o'tammi, deyishga hech qanday hojat yo'q. Chunki demaganlik uchun ular haddan eshib, shunda boshqalarni haqorat qilaverdi. Agar ashunga to'g'risi to'g'ri, xatosi desa, nima deysa, ma xato deya olsa, o odamning og'zini yumadi misol. Shuning uchun har qanday bir inson, mayli ziyoli bo'lsin, mayli o'z dinni sohalik insonlar bo'lsin, to'g'riga yo'l qo'yish, xatoga o'zi raddiya berish, xatoga yo'l qo'ymaslik millatimizda bo'lishi lozim. Shu narsa o'zi avjaga vaqtida millat umumyuzlik to'g'rini himoya qiladigan, xato qarshi turgan bir ideologiya shakllandi. Biz shu Qur'on nazar programmasini qilishniki asos sababimi shu, ya'ni bir sababi shu. Millatimizda birinchidan milliy ruh o'lgan. Biz shu milliy ruh tirilsin, Uyg'ur bo'lib yashasin, Uyg'ur o'z manfaati uchun kurash qila oladigan bo'lsin, Uyg'ur men deb turib o'tirib chiqa oladigan bo'lsin. Asla arabniki pishiga kirib oladigan, arabni iloh tutadigan bundaq ishlarni qilmasin va undan qutulsin degan maqsadda bu o'zi Qur'on nazar programmasining o'zini qildik. Hozir 99-qismiga keldik. Millatning bizniki o'tindig'ini shu. Ya'ni jasoratli bo'lish kerak. Bu bo'libmi vatanning sirtida Yevropa, Amerika turayotgan, Turkiyada turayotgan xalqimiz bundaq ishlarga jasorat qila oladi. Bu yerda hokimiyat va to'g'rini to'g'ri, xatoni xato desa,
bir hokimiyat uning o'zini sen nima ishqa xato deding deb so'rab qo'ymaydi. Shuning uchun bu yerda xatoga yo'l qo'ymaslik lozim. To'g'rini o'zini to'g'ri deb bilish va to'g'rining orqasidan menish lozim. Xo'sh. Gap bormi? Allah razı olsun. Xulası asasen hem de şu sözlengen nime doğruluk sözlügellikimizni burumuğa devatkan her kısımını düşemdi. Umumu xulasını çıkardılar hem de. Yine başka değişik yapılar olsa depe islerim düşün. Yeni bir programda başlap boğucu kançılık şekilde ağacık vakti ötüdü bilmeyimiz. Yani sizin dediğin gibi kalmayan çağda ben soğuk oturmayayım düşün. Bo'ldi. Yig'ib aytgan vaqtida Qur'onga asoslanib turib, ya'ni biz agar o'zimizni musulmon desak, mo'min desak, ishimizni yoki masalamizni Qur'onga asoslanib turib, hal qilsak, Qur'onni tushunishga tirishsak, hamma ishimiz nihoyatda o'ng'ay bo'ladi, yo'l nihoyat keng, Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l nihoyat keng. Uning uchun biz ishimizni nihoyatda yaxshi qila olamiz. Agar biz o Qur'onni bir yerga xoslashtirib, bir zamon xoslashtirib, 1400 yil burungi bir zamondagi ishlarga o'zimizni tatbiqlash orqali harakat qilamiz desak, o dunyoning o'zida aslo biz taraqqiy qilolmaymiz, aslo oldimizga borolmaymiz. Mana aytgan vaqtida u butunlay oldimizga to'saq bo'lib qoladi. Hozirgi vaqtda misol Turkiyani misolga olsak, Turkiyada shu hukumat maktabiga vaqtidami o'sha yerdagi nima maktab deydi? Nimeni? O'sha din aralashgan maktabi var bularning nima deydi? İmam Hatip deydi. İmam Hatip. Aş İmam Hatipga bizning Uyg'urlar bo'libmi, shu bolalarni ba'zi İmam Hatipga berdik. Onun boshqa maktablarga unchalar bermagan o'xshaydi, berdiganlar bor balkim. Ammo ilimdagi hech qanday bir yerda yot bir narsa yo'q. İmam Hatip bo'lsin va boshqa maktablar bo'lsin, biz ilimni har qanday sohada, har qanday maktabdan erishimiz lozim. Ammo asla bolalarimizning o'zini madrasaga berib, madrasada qeritib atmasligimiz, madrasada uning o'zini an'ana chiqib qo'ymasligimiz lozim. Bolalarimizning o'zini hozirgi zamondagi zamonaviy ilmlar bilan tarbiyalashimiz lozim. Yetim yastirlarga yordam bergan vaqtidami shunga o'xshash maktabda o'qiganmagan, ya'ni hukumat maktabida o'qiganmagan bolalarga yordam bergan ishning o'zini yaxshi qilishimiz lozim. Agar millatning safosini ko'taramiz, millatimizni qutqizamiz desak. Chunki millatning qutilishi birinchi bo'lib ma'rifatga yuzlanish bilan qutiladi. Ma'rif yuzlanmay turib, Qur'on o'qib o'tirish bilan aslo qutilmaydi. Qutilgan bo'lsak biz 1000 yildan birisi qutilgan bo'lardik. Mana şöyle o İmam Hatip'e belgeldi mi? AK Parti çıkkandan keyin 7-8 yıl oldu İmam Hatip deb ayrım eşilgiliçi. Belgeldi nima üçün biri desizlarmi? İmam Hatip'e bersek balalarımız buzulup ketmeydi. Depçi. Düz dese deb qo'ydi, endi biz İmam Hatip bo'lmaganlarcha. Bunga bersek balamız buzulup ketdi, imansız bo'lib qoladi, yoki masalan qiziqlar aralash o'qib başka bir ilim bo'lib chiqadi deganda ashunda bir qo'rqinish bormichu. Shunga İmam Hatip qiziqlar ayrim o'qimda? Qiziqlar ayrim o'qiydi deyman. O aşının özümü nəhayət çox bir xatalıqçı. Qız oğullarının ayrım oxuşı xata bir iş. Çünki o qız oğullar ayrım oxuğandan keyin andakin o qız oğullar bir zamanlar bir yerga bundaq bir yer toplaşış vakiza işler olub qalsa, nəhayət bir vesitni eyiqib, içidiki ham deyanmaydigan mandaq holatda çoğ oldu. Onun da göre qız oğullar şu bir sınıfta oqub ayndaq çoğ olsa, u yerda arlıqda Mındaq bir sorum qo'yib qolsimi, gap qilish kelsinmi, odat normal holatda gap qila oladigan, bir yer tugilib olmaydigan mındaq holat shakllandi. Andakelqi
Buzulsa-mı, nəhayət eğri buzulub ketdi. Bizdə bir gap var o. Mantık ömgən qələndə dün düşübdü qasqanğa degan bir gap var. Xuddi shuningga o'xshash, o arılıb yaşayıvergan odamlar bir kunsa buzilgan vaqtda dumla tushidi. Shuning bilan keyin uni hech qanday tutib olg'im bo'lmaydi. Undan ko'ra hammani Alloh taolo Qur'oni Karimda ayol qilib insonning o'zini juq yaratgan bo'lgandan keyin u birisini ko'rib cho'ng bo'lsa, u normal cho'ng bo'ldi. Ko'may birla ko'rgandan keyin andaki u tugishilgan gap. O muamele san'atidimi? Londondan bo'ldi. Ashuna o'sha o'g'illar o'qiydigan yerni qilib, keyin o'g'illar, qizlar birga o'qiydigan nima ish qilsa, o'g'illar birga o'qib qoladigan 7-8 soat ashar o'qivergan kunligi. Uning ichida andaki ba'zi kapsizlar bor. Andaki ba'zan bachvozliklar qilma. Ashuna ishni qilgan gap bu yerda. Ballar anda buzib ketgan gap. Onun üstügelikki o'g'il qiz bir-biriyle muomala qilib, qanday muomala qilishni bilolmaydigan muomala san'atida chiqar ishig'idir-ku, keyingi turmush demak chiqqan chog'da. Keyin turmush qurgan ish baribir bir qiz bir o'g'il bilan turmush qurgan ish. O vaqtda keyin turmush qurgan vaqtda o'g'il bilan qiz bir yerda uchrashgan vaqtdami bir-birisiga tuzuk gapni qilolmaygan gapda. Tatınıp yakınmaydı, arlıqı xudu perdivadek. Onu tamamen hemen nesin depçom olsun demeyimiz. Lakin normal oluş gerek. Yani bizim aşağı okuyan mesela bir sınıfta kız oğullarımız bir sınıfta oturup okuyan hiç kandak bir buzulup ketken yerimiz yok. Ey Allah. Hoş. Şimdi başka şu Hristiyanların ama mektepleri var mı? Kızlar mektebi okşaş şu. Biz acıbalarımızda şu Hristiyanlarınki mektebide yaxşı oxudu eken, kızlar ayrım okuydu eken. Dep maqsad şunuğa bir qalım barmı tanlapçı. Qur'onda yapıdığan yani yapsa, ondan keyin öz qiz o'g'illar aralash oltisi bo'laverdi mesela. O'rindiqda qizlar, o'rindiqda o'g'illar oltisi bo'laverdi. O yapıdığan yani echibetib, ondan qizlar ayrim, o'g'illar ayrim oltisimi, o vaqtda yana da şu axloqsizlik paydo bo'ldi. Ondan ko'ra o'g'illar, qizlar aralash bo'lgan vaqtda o yapıdığan yani yepib cho'ng oldi bolalar. Shuni olib normal holatda cho'ng olgan gap. O'zini kontrol qila oladiganlar shu. Albatta. O bek muhim ishki. Yana so'raydigan savol bormi? Sening gapni bilib etdim. Agar deydigan gap bo'lsa, deyapsizlar. Bo'ldi, men o'sha yerda qolganning o'zini savollari o'z qo'ysizlar. Mening savolim, endi biz necha vaqtdan yanqisi masalan, ikki savol so'ray. Birisi, necha vaqtdan yanqisi Qur'on markazli Qur'ondan nazarda keldik-da endi shuni. Ba'zilar so'rashi mumkin endi. Masalan, sen menga shu Qur'onga da'vat qildi ekansan. Lekin bu Qur'onga da'vat qilib turib, meni o'xshamaydigan ko'z qarashdagi ekansizlar. Bu qanday gap? Asli Qur'onga qarasak, hammamiz o'xshash bir narsa bo'lamiz da'vat qildinglar. Bunda bo'lmaydigan-ku desa, sizlar bunga nima deb javob berasiz? Bu nəhayət mühim, nəhayət əhəmiyyətli bir sual. Amma bunun da mındaq bir məsələ var-da. Mən əslində nima vaxtımı dəymə dəb kivatım aş məsələnin özünü. Bir adam, yəni bir əhli ilim bolğan adam Qur'ondan öz sözləməkçi olsa, bir məsələ üstüdə. O məsələni Qur'ondan tamamen həll qılıb bulub, aş məsəl sahəsidəki bütün ayətini toplab turub, o məsələni tamamen həll qılıb, özümü qanaat qılıb, en ahırkı çiki muşike dep bolgandaki oturup çıkarsa her qandaq ehlilim aşındaq vaqtda o'xshash chiqadi. Bu yerda o'xshash chiqmasligi sabab nima degan vaqtda ehli ilimlar ba'zan ehli ilimlar uni tiki yetkizib bo'lolmay turib oturup chiqarib qo'ydi. Oturup chiqargandan keyin tanqapalda oturup chiqargandan keyin u narsniki yerimi boshqa shundaq narsa oturup chiqib undan keyin o'zi mas'ul to'liq hal bo'lmaydi birinchi qatimda. İkinci qatim yana nima vaqtda
Yani 70% hal qildi, undan keyin 100% bo'lgan vaqtida o masala 3 xil masala bo'lib chiqadi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtida bo'libmi meniki shaxsan tutib kelgan yo'lim shu. Bir masalani men to'liq tushunmay turib, to'liq bilmay turib o'tirib qo'yishni xohlamayman. Chunki o to'liq bilmay turib uni desak, keyin yana uni qayta asli o'tgan deganim mandaqaraqga u manchilik ya mandaq xato ketib qolibdi. Endi mandaqga desam, u vaqtda u anlayotgan odamni manga va deydi. Sen bir narsani bilmay turib davergansan deydi. Unini ko'ra oldirashga hojat yo'q. Bir masalani o'tirib qo'ydigan inson u masalani Qur'oni Karimni tamoman tepib, hamma taraflardan o'zi to'liq bir dalil isbotga ega bo'lib, uniki bu masala mana mushundaqga deb o'tirib qo'ysa, u vaqtda hamma molla shunday o'tirib qo'ygan vaqtda unda hech qanday o'zi o'xshamaslik bo'lmaydi. Misol biz Qur'onda namozda haqqiga kelgan namoz to'g'risida gap qilmaydigan men. Shu namoz haqida so'zlagan vaqtimizning o'zidami necha yil, yani 1-2 yil emas, 10 yil, 15 yil atrofidagi bo'lgan ishlar. Aslida necha qatim qarasak namozning vaqtining 3 ekanligidan boshqa hech qanday narsa topolmadim men masal shaxsan. O namozniki 2 rakatni ortiq narsani topolmadim. Onun özünü desek, bu 5 namazını 3 namazı düşürüp koyalım deyip kalkışaydı. Ben düşürüp koymadım, Kur'an'da şundak geldim de. Kalırsan 100 vak, 200 vak okuval, onu var, benim hiç işim yok. Lakin onu periz deyiş hacet yok. Kur'an-ı Kerim'deki bağ nersini özgertip, onun 5 batmak koşup, onda kılış hacet yok. Şunun için bu yerdeki nersini neymi diye vakıda, bir nersini bilmey durup, ahırı çıkamay durup, onun özüne tanqapeldan o'tirib chiqarish bu nihoyat xato bir ish. Agar Qur'onni so'zlayman degan qarindoshlar bo'lsa, bizning tavsiyamiz har masalani to'liq hal qilib bo'lgandan keyin desak bo'ladi. Agar bir haftaning ichida hal bo'lmasa, 2 hafta ichida hal qilib, undan keyin bir hafta tashlab qo'yib turib, kelar hafta so'zlaymiz desa bo'laverdi. Oqisdan kelib adam nima so'zlamaysiz deb uni o'ziga hujum qilmaydi. Shu o'xshamaydigan bu qolgan yerlar nima degan vaqtida şu meseleni to'liq hal qilingan masala bilan to'liq hal qilinmagan masala o'rtasidagi narsa. Uning uchun o'z bir-biriga o'xshashmaydi. Birisi to'liq hal bo'lgan vaqtdagi holatni deydi, yana birisi degan vaqtda to'liq hal bo'lmagan holatdagi vaqtni narsani deydi. Shu bilan ikki molla ikki xil narsani deydigan bo'ladi. Başka bir sebep yok sizler? Ya başka bir sebebi yok. Andakin ma'numa deb qo'ymayman. Bizniki şu Qur'on manbalik islom degan şu kitobning o'zi chiqdi. Bu 200 varaq, yani 400 necha bet, 410 mu? Shunda varaq, 405 mu shunda bet oldu. 410 bet deyli, aşçı kitap oldu. Həcmi məncə kiçik emas, amma şu Enes Acimdeki Qur'an'daki həcmiçilik çıxırdı deb oylayman. Qəlilliği anca qəlin emas. Muş kitap çıxdı. Bunun özü də hazırki muş devatqan iman, İslam, şeriatdan tatib namaz, zakat, roza, onundaki siyaset, dövlətçilik, düşmən doğrultuluşdan tatib iqtisad, cemiyet, nakşi muzika, heykeltaraşlık, usuldan tatip ta ki medeniyet, qatarlıq hemmimiz şu iş qilib jiq nesle, buna da Kur'an asasen aşının özü oturup koyuldu. Bu nayet elki şahsen men qayil boğdak derecede şundaq bir nesli oldu deb oyuldum. Ama o'qigan odamlarmi uni jiq narsaga qoyil bo'lishi mumkin, ammo bu amaliyotga ham uyg'un, ham o'zi insonning kallasidan o'tish nisbatimi menimcha hali nima hali yaxshi deb qarayman. Bu o'zi beshidla yeziqliq Qur'oni Karim aqida, ibodat, ahkam, prinsip, hadisdan iborat deb shu 6ga bo'lib tushundigan bo'ldik. Şuna
bu kitapning o'zini ham jiq chiqarmayman, 200 tal chiqirgan bo'lyapman. Jiq chiqarsam buning o'zini qanchalik o'qiydigan odam bor bilmaymiz. Endi keyin o'qiydigan odam jiq chiqib ketsa, uni chiqaramiz. U bo'lgandan keyin. Shuningga mush kitapning o'zini zakaz qildigan, ya'ni odamlar bo'lsa zakaz qilsin yoki har davlatdagi vakolat vakil xarakterdagi odamlar bo'lsa-mu 10 taldan 20 taldan zakaz qilsa ashaga yo'llab bersak bo'ldi. Kitap qimmat emas, ammo buni aslida qimmat setishga bo'ladigan kitapda, ammo men bu xalq uchun xizmat qilishdan iborat bir niyat bo'lg'achqa, bu yerdagi tamamen bekor tartib olsam bo'ladi, lekin men bek boy emas. Ash kitob to'lisi chiqsa bo'ldi menga. Shuningga bu kitobni 15 dollar deb o'ylayapman. Endi bu hozirgi odatdagi bir kitobning o'zini palon dollar derkan, ma'ni o'zini 15 dollar. Hisoblayapman. Qarindoshlarimiz anglab qolsin. Undan keyin mana bu Mübarek olsun. Mübarek olsun. Bunun o'zini 2018'de chiqargan. Endi bu kitobni men bu 1100 tal chiqargan, hozirgi vaqtda bir 100 taldek kitap qolgan o'xshaydi. Qolgani tugidimi shunday sizlar jiqni tugatdilar deyman. Ben kitap satқан vaqtida kitapning orasiga majburiy hadiya shaklida taqib degandek. Endi taqatgan kishin bu xalqimizning bağımki biraz faqat hal bo'lmagan masala qazo va qadar deganni. Uning mush kitobda bu nima xalq tafsili bor, ammo buning ichida iymon, islom shariatdan tortib toki davlatchilik tortib siyosat, iqtisod, ijtimoiy jamiyatdan tortib islom jamiyati qatorliq nurg'unlagan o'zi masalalarga javob berilgan bir kitob. Shuning uchun bu xalqimizdan shu kitobning o'zini bir o'qib foydalanib qolishini umid qilamiz. Ya'ni nihoyatda ko'tarilmagan bir pul emas. Ya'ni 15 dollar hech qancha narsa emas. Jiq berib olsang yaxshi, boshqa kitob chiqaramiz yana. Qur'onning tarjimasini qilyapmiz, tafsirini qilyapmiz degan bo'ldi, ma'nosi. Uning men pul kerakmi shtapda. Shuning uchun agar ko'zingni yasa bir tal, ikki tal emas, Amerikada, Kanadada yana bo'lsa, ashunga 15-20 dan o'zi zakaz qilsanglar, biroqlar shunday yo'llab bersak, shu yerliklarga o'tkazib olsanglar 15 dollar hech qancha pul olmaydi. Misolda kira so'lami 20 dollarga yetmaydi. Shuning uchun bundan xabarim olib qolsin, ikki tal kitob. Qur'on manbalik islom. Va hozir chiqqani, burunqisi qazo va qadar degan kitob. Buni o'qisanglar, qadar o'zi qanoat qilib qolasizlar. Nima bu? Xo'sh. Ikkinchi savollari? İkinci sorular ne miydi? Orbek. İkinci sorular ne miydi? İki sualım var dediler. İkinci sualım. İkinci sual. Ama kitapның işi mübarek olsun. Kitap hem de yakında ben Facebook'ta bir yerde köyde o düğünü çıkarıp kaptı. Bu teknik kitapxonasını takip edilen buldu. Menin kitaplarımda hoş dakikada beğensenler ben kitabın haksız aşağı ivetip birdi o. Dep ilan çıkardı ço Abdüveli. Öyle yaptı. Yani senin bu nakşunu toğuştuğu kaldı. Ama Allah orlaş yaş kılıp inşallah kitaplar bütün dünyaya taraf kesse tek yaxşı inşallah Orta Asya'da bu kitapların talep kılıp Allah ba. Şu. Mübarek olsun kitaplarının ki haberlerini anladım. Arada ben bir vakit çıkarıp internette şu kitapın ki kiriş kısmı, kiriş söz kısmı, ondaki bunun derecesi işçiliğinin bağlılık doğruluğu birer saat nehmeyden söz desem mi sözlep bilme kalıp ben onu yollap koyma YouTube'a, Facebook''a.
kitap hakkında dedim düşüncelik. Onundan keyin soradigan ikkinchi savolim, masalan, ma'nodan kishimizda ChatGPT deymiz, sun'iy aql deymiz, har xil bir narsa taraqqiy qilib jamiyatcha, har xil bir narsa chiqishi mumkin endi. Mollamlar burun biz hamma narsa mollamdan so'raydigan bo'lgan bo'lsa, ma'nodan keyin shunday bir narsani so'raydiganga yuzlanib ketishi mumkin endi insonlarcha, kishilar. Endi bizlar so'ragan savolga bergan javobning to'g'ri xatoligini qanday ayıraymiz? O'sha savolcha. Bu nəhayət mühim bir savolki, bu to'g'ri xatoligini arash biz burun tortib biz o'zimizga nizom qilib kelgan, o'zimizga asos qilib kelgan bir prinsip bor. O prinsip nima desa, Qur'oni Karimga to'g'ri kelish kelmasligini araymiz. To'g'ri kelganning o'zi to'g'ri, to'g'ri kelmaganini xato deb araymiz. O mayli hozirgi vaqtda sun'iy aql o'zi javob bersin, u shu dunyodagi olimlarniki o'tirib qo'ygan narsalarni yig'ib to'shab, uning o'zini ashundan bir xulosa chiqarib javob bergan narsa o alayda bir o'zi bir narsani tafakkur qilib turib undan keyin javob bergan bir narsa emas deb qarayman men. Uning uchun bu yerda prinsip yani faqat Qur'on to'g'ri degan narsa to'g'ri, to'g'ri demagan narsa xato. Bunda o'zi buniki tarozisi meni shu yani. Xo'sh. Taze yine bağlayamadım da. Ha. Ahmetcan'ın sualı olsa? Ahmetcan uxlab bo'ldi bitta. Hamag'aysizlar. Bugün Şıklıpor'un klası çıkırda vakti bir kayda avaza kelmaydi mı? Tamam Cemal. Ovoz yaxshi lekin. Bu Qur'ondan nazar programmasininki 5dan boshlanishdan ta oxir qismigachilik meni diqqatim chekkan narsalardan birisi, bak muhim yerdan birisi. Bizning an'anadagi molla ulamo qarindoshlarimizdan toza qisqalgan vaqtida iqro qilgan so'zlarda bu islomda, Qur'onda hamma narsaning bayoni bor ekan, davlatchilik aloqador bir narsa yo'q ekan deganlar bo'lganda, bu masala nihoyat yuragimni bak siqqan mening. Bu qanday bo'lib, bu bunday bo'lganda deb o'ylanib qolatdim. Aslında tanışkandan keyin bu Qur'on manbalikdan tushunishda qayta qarab chiqqandan keyin toza o'ylansak, bu davlat boshqarishdan boshqa narsa yo'q ekan degan nuqta keldim men. To'g'ri. Bu asli islom, bu Qur'on insonning shu taqdirini, istiqbolini, dunyo oxiratini belgilab qo'ydigan bir quvvatga, hajmga, vaznga ega bo'lganlik uchun davlat hokimiyatining bu hokimiyatning qanday vaqtda sog'lom, salomat boshqarib bo'lganligi, insonlar undan qanday yaxshi manfaatlanganligini tushundigan kitobkanda Qur'on degan. Allohning dini bu ekan asli. Ya'ni tam tersi ekan. Yani devletten başka bir şeysin gibi yok diyen noktada kendim buna dıktım çeken noktadan birisi bu. İkincisi biz enenevi dini düşüncemizde İslam dese İslam'da biz asasen fıkhi menbelerine karab durup gül çıkarıp ötettik de şu uğurkan düşünmeyi. O kanca cık şakıltağılığın bolsa kanca programlar bölüp şu uyup naqash chiqarib o'tadigan bo'lsam, ma haqiqiy olimkan deb turib, ashuning kitobini yoki ko'rsatmalarini din deb tushunib, o'rganib, qilib, qo'shilib o'zimiz ashtakanlikdan mas'ul. Yani xulosalasak, bizning an'anaviy din tushunchamizdagi din amal ibodat dinini qo'llayotgan.
ve şu özümüz könep kalganımızda din muşu dep turbaganlığımız tüpeylide Kur'an-ı Kerim'den onu tapanmay mecburi halde ma bo'lmaydi asba bo'lmaydi degan şekilde Kur'an-ı Kerim'e hocam şekilde yandap koygan derslerine Kur'an'ın mezmununu xilap mı emes mi demeylem tamam. Çünkü üleglerinin, meşhurlarının heybeti bilen falançı pistançının tanıştırış bilen kelgen pilek xuddi bir qarg'inin tutqizib qo'ygan og'amchisiga o'xshaydi ekanda öyle payg'ambar alayhisalomda 2 yildan falonli sahoba anadan keyin pistonchidan shundoq bir kavning yoki bir qovun tavuzdan piligini tutdingmi mana aylanib kelsam mana bir yerda uzuk ko'rmaysa buningda mana shu pilakdan tushganda tavuz tavuz shu deb kavni bizni oldimizga qo'ysa aşıma kahve etken o değişik aklımız yok. Aşın tavız diyen boşunda olurken de aşında istimal kılıp yönetmiş yok. Ama Kur'an'dan beri düşen geldiyken aslında pilekten limonun pilek keligine ondan düşken hemek belgeleyken de yani Kur'an aslında biz için en ölçen bu vakta artık koşulup kalan derslerden kutluğu olurken Destek bizga mana shunday o'g'il keldi, hozir shu bizni qarshi turayotgan do'stlarmi shunga qarshi turayotgan bo'lishi mumkin, lekin zamonning o'tishi bilan agar samimiy quloq solsa, Qur'onda nazar programmasi Uyg'urlar tarixidagi bir davr bo'lgich programma bo'lib qoladi inshaalloh deymiz. Chunki bu tema gerçi analizdagi qiyinlashlarimizdan fikr bilan ilib esa tarihi uzun, her devirlerde peyda olan kalıp ancak yok etken bir fikir bozunu. Lakin Uygur miqyasida, Uygur nimisida resmi bir ölçemlik şekilde ortaya çıkışı pek uzunga tarih ega emas. Biz fakat bunu bizim şu idare ekranda ucuz çıktı diyemeyiz ama ilgilisinin terişler başka menbelerde başka arkadaşlardan bağlan programlarımız bulandı. Lakin nesil idare ekran arkalık müşkülatın nazar programı sayısı aslında 99 programda oturup koyulan her programınınki mezmunları birisine çemberçes bağlı etkende bu tarafa naite Bana nispeten şundan oylayayım, nəhayət müstəhkəm bir tevhidini başına ayağa qollab keldi. Yani zıtlık çıkmaydı bunun da. Şu an samimi kulak sağan qarindoshlar bundan çok menfaat aldı. Yana diqqatim çeken bir nokta ne oldu dese, gerçi program başlanışta tartib ta ki hazırga kadar karşılıkla ayıpleşler, gözünü yumup namuvaffiq bo'lgan hükümler bilan qaralashlar avjiga chiqqan bo'lsa-mu, yana buning mushqaqda odamni anglamasdan tishkini taqab qo'yib cheklangan bir narsa anglayotgandek anglayotgan qarindoshlarimiz hali ko'pkan. Her programni mingdan ortiq odam ko'rib keldi. Lekin el jamoatning oldidan jamoatninki nimasidan ayrilib qolmaslik yoki duch keladigan taptani malomatlardan o'zini ayab qilish qatorliq har xil fikrlar tufaylidan bu insonlar ya'ni quloq soluvchi qarindoshlarimiz buning haq ekanligini jakolashda hozir qadar biroz jur'atli bo'lamiz. Jur'atli o'tirib chiqqanlar oz bo'lsa-mu inshaalloh kelgusida, yaqin kelgusida cho'qim bu su yüzüge resmi çıkıdı ve bugün bizni ayıplagan, gözünü yumup hata hükümler bilan özünün ziyniga hüküm kılayotgan qarindoshlarning cho'qim bir kuni pushaymon qildiganligini men hozir shu osmondagi oyni ko'rgandek ko'rib turdim. Ko'ryapman yani shunday tasavvur qilaman. Yana bir diqqat chekkan narsa biz shu programı başlagandan tartib ta hozirgacha xuddi ayni zamondagi payg'ambarlarning chekkan riyozatini chekkandek bir riyozatni boshdan kechirgandek bo'lib qoldik. Va qarshi turgan qarindoshlarmi
aynı zamandaki müşrik peygamberlerge karşı çıkan, hak karşı çıkan cemaatin fiilideki inkaslarında, ibadelerine körep hayran kalmay turamadım ben. Muşu noktalar bana bekerek tesir kıldı hem de. Kalanlarında Kerim Ustaz bugünkü programda nimalarga o'tgan mazmunlarni biroz yana qayta eslatib o'tdi. Aslida takrorlamasakmi bo'ladigan bo'lsa yana qayta ixchamlab berdi. Chunki bugungi kunga qadar o'rin qarindoshlarimizdan xalqini anglab chiqiblar inkasga oldirib turgan shalaqshib turgan mijozga va bugungi programma bir ixcham bo'ldi deb o'yladim. Allah razı olsun yana deydigan nurg'un narsalar bor albatta. Macho, acho deydigan. Lekin Peygamber Aleyhisselam'a 3 gün, 4 gün arılatılgan, hatta Allah'ın nazil olan Kur'an-ı Kerim'de arılıkta bir mezgil toxtab qalgan ahvallar bo'lgan. Chunki insonlarda bir taqozolar tug'ish shakllangan chog'da narsalarning qiymati bo'ldi dedi. Shunga bir ara verishmi, buni bir hikmat bordi deb o'yladim. Men rahmat aytaman. Beşide biraz daval qilgan bo'lsakmi, orliqda biraz charchab, tangar qilgan zamonlarimiz bo'lgan bo'lsa, nurg'un qarindoshlarimiz ekranning oldi keyinda har xil aloqa vositalari orqali bizga madad berganlar bo'ldi. U sebep tufayli bo'ron chapqinlarda yiqilgan bo'lsak, müdür yurib, oxiri qo'lma qo'l tutib bir qirg'oqqa chiqqan bo'ldik hisobda. Mana endi ertaga chiqib Kerimzoy efendim yoki Abdulaziz Beshto'g'roq gap xato bo'libdi desa, xatoligini qarab turib isbotlab bersa tamom. Bo'lmasa ma'qul xo'sh ketaversizlar deyiladigan darajada bir nimaga mavqega ega oldikda hozir. Şuna ben teşekkür aytaman ishqilinglarga. Allah ajringlarni bergay inshaalloh. Yana inshaalloh yana davomli ekran uçuk yani. Bir ovoz shovqinma yana. Abdulaziz chiqib kirib milletimiz nima uchun bu kun qoldi? Bizniki fikrlar o'tirib chiqishimizdan sabablar mashhur. Milletimiz jaholatda to'g'ri bo'lsin uchun bu programma qildik. Nurg'un qarindoshlarimiz foydasiz bo'ldi deb o'ylayman. Ammo uzoq orliq uzilib ketmaydi deb o'ylayman. Endi programmani boshlashga xudoyim bo'lsa bir yarim oydan keyin boshlashimiz mumkin inshaalloh. Ammo hozir shu deydiganimiz shu bir yarim oy ichida yani bu o'qituvchi 3 kun bo'ldi. Buni o'zidan tushunib o'qish uchun 15-20 kun vaqt chiqarsa yaxshi o'qiy oladi. Xudoyim bo'lsa millatga foydasiz bo'lishini umid qilib, buning ichida tarixdan buyon biz davlat qurish sohasida islom, Qur'on o'tirib qo'ygan bir davlatchilikni o'tirib qo'ymagan undaq narsani ko'rmadim men. Ammo shu sohada izlanib, Qur'onda davlat qurgan vaqt qanday davlat quramiz, siyosatni qanday yapmamiz, jamiyatni qanday yapmamiz misol degan sohada meniki 30-35 yil atrofida vaqtim ketdi bu ishga. Nima uchun degan vaqtda mana shu Abdulazizniki Fitrat TV'ga so'zlagan vaqtimning o'zi degan Alloh taolo Qur'oni Karimda shu Qur'oni Karimga ishongan, ya'ni Allohga ishongan, ya'ni iymon etgan insonlar nijot topadi debdi. Lekin bizning millatimiz nima uchun nijot topolmadi degan ashunasi turtki bo'lib menga bu yoki Qur'oni Karimda bir xatolik bo'lishi mumkin yoki bizda xatolik bo'lishi mumkin deb shunday izlangandan keyin eng oxirgi hisobda xatolikniki o'zimizda ekanligini, Qur'oni Karimni, islomni tushunmay turib, uningga o'zi islomda boshqa narsaga amal qilib kelganligimizni his qilgandan keyin
Haqiqiy islom degan qanday bo'ldi? Haqiqiy islomga biz o'zi agar kirgan bo'lsak, uni amal qilgan bo'lsak, bizni zot qutquzalım, qutquzamam degan yer kelgan vaqtda, buniki haqiqatan bu haqiqiy islom qaytgan bo'lsak, uni amal qilgan bo'lsak, o'zimizni va xalqimizni qutqiza oladiganlikka ishonchimiz to'liq bo'lganligi uchun buni o'zini o'tirda so'zlashga to'g'ri keldi. Yani onun nurgun işler sebep oldu. Misal şu Suriye ketken, Afganistan'da ölüp ketken, Afganistan 40 mingdak Uygur ölüp kettigen gap var. Suriye'de 20 mingdan artık Uygurlar ölüp kettigen gap var. Şunçalar qarindoshlarimizniki Hunger Free'nin qadarsiz holatda ölüp ketkenligi için durup bizni. Ondan keyin o'zi şu zodi Qur'on bundaq ishlarga qanday javob berdi? Millat qanday qilganda o'zini qutqiza oladi? Qutqizishning yo'llari zodi qanday? Siyasetni qanday qilish kerak, davlatni qanday qurish kerak, qonun qanday bo'ladi, hamma sohani o izlangandan keyin uning ichidan o Qur'on ichida bu narsalarimiz bor ekan endi. Shuni olib bu xalqimizga buni tunishtirish orqali o'sha islomga biz amal qilamiz, hammamiz musulmon, ammo haqiqiy islomni biz qabul qilgan vaqtda hech qachon insonlarni, ya'ni dunyodagi insonlarni qolmaydigan bir yo'lga yetaklaydiganligi, bizni qutulgan yo'lga yetaklaydiganligi, millat sifatida bir millat bo'lib, tarixdan buyon zaten davlat qurgan, imperiya qurgan shunday bir ulug' millat bu. Bu millat texmi shunday bir o'zi go'zal davlatlarni o'zini qura oladiganligi, u davlat qurishga islom aslo to'sqinlik bo'lmaydiganligi, aksincha ashnaqa turtki bo'lganligini his qilganligimiz uchun biz bu programmani o'tirib qo'ydik, uni boshladik va bugun xudoyim bo'lsa oxir deb o'ylayapmiz mush programmaniki. Lekin biz anglitishimizni xalqimizga zot shu tinig'imizda bo'lsa, bu to'g'ri narsani anglitishga davom qilamiz. Oraliqda biroz dam olamiz har holda. Yana boshlaymiz ikkinchi programmamizga bir ismni qo'yib xudoyim bo'lsa. Inshaalloh. O isimdeki ben başımız Bizdeki bazen gapiribimizdan ranjib qolgan yoki ko'nglimizga qarab qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa kechirim so'raymiz. Ba'zan qarindoshlarimizning o'zi bizni davomli haqorat qilganligi uchun ba'zan yomon gaplarni, ba'zan o'zi qattiqroq gapni qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Ulardan kechirim so'raymiz shu qattiqroq gap qilayotganligimiz uchun. Endi biz tillaydigan qarta biz dushmanimizni tillasak to'g'ri bo'ladi. Bir-birimizni tillashga hech qanday hojat yo'q. Biz o'zi tushunmasak, bir-birimizning gapini tushunmasak, telefon hozirgi vaqtda açsak bekarlık. Dünyanın nerede telefon kılsak WhatsApp bilen bekarlık telefon kılımız. Yakınmay bir programı çakarsak aşağıya özde münazirleşsek mi buludu? Çırayla gaplar bilen işimizni hal kılış tamamen mümkünçilik var. Ama birbirimizni hakaretlep, birbirimizni kemsitip, o yer düşmanımız azıp kalgandek birbirimizni düşman tutuşka asla olmaydı. Biz davamlı deydiğimiz nima degan vaqtda milliy birlikni asli keltirish, milliy ruhni tirildirish ve milliy mafkurimizni yetildirish. Mana shu narsani asos qildik. Ya'ni o'zi milliy ruh bo'lmay turib, milliy mafkurniki o'tirib chiqishi asla mumkin emas. Uyg'ur xalqi milliy ruhga ega bo'lish kerak. Her ishni o'ziniki milliy mafkurisi bo'yicha, milliy tafakkuri bo'yicha tafakkur qila oladigan, o'z manfaatining o'zini asos qila oladigan bir holat shakllanishi kerak. Bunda qilmay turib o'zi arab ideologiyasi bilan o vatanni qutqizish asla mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun xalqimizniki biz Alloh taolo Qur'oni Karimda her millatni shunday millat qilib yaratganligi, shu qatorda bizni Alloh taolo Uyg'ur millat qilib yaratganligi uchun Alloh taoloning bu ulug' omonatni saqlashimiz lozim, davomlashtirishimiz lozim, Uyg'urligimizni faxrlanishimiz lozim. Chunki bu tarixda o'zi qudratlik davlatlarni qurgan, madaniyat yaratgan bir millat. Onun biz varis bo'lishimiz va ular qurgan davlatni asli keltirishimiz bu bizniki vazifamiz. Buningga biz qanday qilamiz degan vaqtda milliy birlik keltirishimiz lozim. Asla o milliy birligimizga e'tiqod to'salg'i bo'lmasligi lozim. Ya'ni birisi andaroq e'tiqodda, birisi e'tiqodda bo'lib qolsa, onun e'tiqodi menga o'xshamaydi deb e'tiqodiy jihatdan e'tiqodni bahona qilib bir-birimizni dushman tutishga asla bo'lmaydi. Islomda nima degan vaqtda islom yo'l qo'ygan narsa lakum dinukum valiyin. Hamma odamning e'tiqodi o'ziga.
Çünkü itiqat Allah ve insanın oturuşu işi olgaçqa, onu özü bir-birimizin arasına kirdiriveriş butunlay hata. Biz adaletni barpo qilishimiz uchun zulm qarshi turishimiz lozim. Hozir bizga bo'layotgan zulm nihoyat og'ir. Bu zulmni yengish uchun bizga birlik kerak, milliy ruh kerak. Shuning uchun qarindoshlarimizga bizni o'tib ketgan yerni afu qilishini so'raymiz. Tushunmagan yo'q qolsa yig'ib yezib qo'ysin, bizniki shu nimalarimiz pat qarab turamiz. Keyingi darsni boshlagan vaqtida nurg'un narsalarga biz javob berishimiz mumkin inshaalloh. Meniki gapim o'sha tugadi. Hammanglar bilan kelar qatim ko'rishkichilik, hammang omon bo'linglar, Allohga topshirdik ish qilib. Allah razı olsun. Senin gap degan bo'lsa, mikrofonni qo'yishga gap yan qarshi tekst kelyotdi. Nihoyat yaxshi gap qildi, Allah razı olsun. Nima şu milliy birlik, milliy mafkura dedilarmi? Shu milliy ongni bildirishimiz kerak dedik. Bununla Kur'an Kerim hergizma to'saqqa bo'lmaydiganligi. O milliy birlikni hatta bununla osonlashtirgan bir yo'lni sizlar bu programda o'tirib qo'ydilarmi-ku? Bular oxirgi 15 darsni ta'tirga yondirib ko'rsa, iymon, islom, musulmon, mo'min degan shu 4 narsani ayira olgan inson o jihatda hamda-ku kallasida aniq bir ma'lumot ega bo'lgan bo'ladi. Bugun bir sizlar ko'rishyaptilar. O meni qaytadan shuni tushundim deyaptilarmi-ku? Bu birdan aniq nuqtadigan ish emas. Shunga qarindoshlarimiz o'zining vaqt chiqarib, zodi mush odam nima deyapti deb shuni ayirish uchun tirishishni umid qilamiz. Shuni ayirgan vaqtimizda onundan keyin putumizga nima qilingan kishanlardan qutula olamiz. Burnumuzga o'tkazilgan chuluklardan qutula olamiz hamda-ku. Biz qanchalar qudratli bo'lib ketsakmi, oxiri bizni shu e'tiqodga yulab turib, bizning ishongan narsamizga yulab turib, bizni har xil yo'llarga olib ketayotgan dedilar bayatda mesela 20 ming odam ayerda, 20 ming tog'da, 20 ming bog' o'ylabdi masalan shu. Deganga o'xshashcha. Endi bundan keyin 100 minglab o'lishimiz mumkin endi-ku. Ama bu ölüş için, bu kurbanlık için Allah'a yaraydıgan, bizim Uygur milletine faydalı bulunduğun bir kurbanlık olsa, vay Xudayım milyon ölüp geçsek kim meylemiş. Şunun için hem de şu 4 tane kavram ne, 4 iniklima, ufkum ne, iniklimişimiz lazım. Onun dinken bizge Parisçiye meyle namaz olsun, meyle peygamber diyen kelimeler olsun, bunun Kur'an'daki eslige verip, Kur'an'daki ayetteki eslige verip, bu peygamber emez, Nebi ve Resul de izliganlık yani. Resul elçi, Nebi şu peygamberlik ünvan emdici. Adatlanıp kaldık. Yine azırını çıkıvatıdı. Ama Allah şu ayetlerinin içinde kandak nemi dep kepti, Nebi dep kepti mi, Resul dep kepti mi? Ama şuna kadar dikkat kılışını ümit kılımız. Yani vaktini çıkarıp Kur'an'a yüzlenip Kur'an'da bolsa kişi varsa ChatGPT demdi ya ki başka bir mollam demdi ya Mustafa İslamoğlu demdi, Ahmetcan Pidai demdi, Kirem Zahir demdi. Kim disi meyle? Eyle, ma Kur'an'da bağlamazsın diyen giplerin bağlığı doğru gidem de kememdi o. Dep, şunu alalaydıgan doğru kelse. Doğru kelmese red kılalaydıgan aşkın nesigi igi olsak inşallah bizne hiç skandal bir nese burnumuzun çürük ötküzep yüz üçün kurbanlık kılanmaydı. Şunu demek istiyorum. Ahmetcan sana gipinler. Benim ben kaynışlarımcı kaynap gitmem çünkü şu milletin alıqı şu müstemlekeden kurtuluş için izlenip qanmaqanlarımız qanmadı da alıqı.
Şoňa şu nime putlasa şunu öýrüp gopap meňep ahyrda şu din meselesimi bizge putumuzga kişen bolup bizning energiýamizni hortudygan bir tüşk bolup görüngendikin bu meselede ahyry bir ýeşimge erişken bolduk. Başka gepimiz ýok. Eger dünýä we ahiretde bahty izleýmen dediğin kırındaşlar olsa, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an menbelik dinde bizge tavsiye kılınğını işkili dünyadaki kalbinin kolu getirişken. Mağlup buluş biz için yeterli günahken. Şu an mağlup bulmasligimiz için qaytadan Kur'an'ı her xil akide, mezheplerinin düşüncesindeki tefsiri bilen emas, yalıngaç haltyda bevasita qayta ügünüp düşünmegen yerine bizim programmadaky alakadar mezmunlardan ýeşimini izleniş arkaly düşünmegen ýerleri bolsa yana eger bizge suallar bolsa yetkesse inşallah birlikde muzakara kılıp bu ýolda tamamlamamız inşallah. Bu beşidi başlaştığım tartip dedik, bu yol itilip ketken, hemme taraf kamal kılınıp ketip, fitil toslap ketken, bir çölüň otursydan aşy boý kışga maňyp çykgandek, deňizden özü sahilge üzüp gelgendek boldukça ma program şerýände. Sizler işkiňiz menden kona bu ýolda, amma maňa nisbeten şunda beşimden şunda ötdi bu. Demek bu yolda ýyňy açkanlygymyz tüpelden nurgun näsler kem kaldy, belki hata bolgan bolşy mümkin. Lekin şunu şu birlikde kol tutup yana togry bolgan bir menbe diýip atgan Kur'an-ı Kerim boýunça aldymyzy käse başdan aýak dekdirip gep bu. Biz yana hatalykymyzy düzüşke zaten hazırmız, permenberdarmız. Bu Kağım Ustaz dedi zaten milli birlikni kolu keltiriş arkaly ahir müstakil döwletimizni kurup çykalysak dep. Endi muşu İslam uydurma İslamnynki enenemi İslamnyň asly uydurulgan bir İslam ekenligini düşündik ona. Muşu uydurma İslamnyň milletke sagan ziýanlardan gutulup Kur'an-ı Kerimge gaýtgan wagtymyzda bizge işkili dünýäde galby boldyganlygyny hulaslaşyk boldy. Bugünkü muşu bet içildi hem de kelgüsüdeki evlatlar eger muşu nurunun sayesinde Kur'an menbeli din düşüncesi bilen kaytadan hayatka tabir izahat berip yolunu, nişanını, planlarını tutup çıksa yakın kelgüsüde inşallah bizden arzu armanlarımız mı reallik aydınlığı dep işinime. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Tamam. Hem şöyle Kur'an'da Nezer programısı da ahirki 99. kısım bilen yügen endi boldak bu nimeni bir kitap bit yügen boldu bu musabe. Lekin bu Kur'an bilen çıkkan yolumuz tügep kalmaydı inşallah. Allah bizge wa'da kılgan günler erişemiz. Biz sözümüzden tırnak kolla eger bolsa kıstırıp koygan gep bolsa divasla. Kerem ustasına denen gep var mı? Evet, muşu internet boşma şaşa. Senin telefon biraz nemtat kalkan şeyler. Salam, Allah yana qayt görüşümüz son. İşkılıp hepimiz salamet olaydı. Allah'a emanet. Meyla dışında olsa. Bu rahmet ustaz Pidayla ikramı rahmet. Pidaylanın ikramı bu. İnşallah yeni programlar bilen yüz görüşemiz. Rahmet. Körmenlerine rahmet. Bizi kollap kuvvetligen barlık kıyardaşlara rahmet. Bugünkü Kur'an'da Nezer programımızın 99. kısmı Mişe'de tügedi. Allah'ın özge amanet olanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.